Domla bo'lib turib ikki etash uy solgan. Bunga alohida to'xtaymiz. Bir odam kelib, "Ey imom, imom bo'lsangiz, bunaqa qilib ikki qavat uyni solib dunyoga berib ketishingiz qana bo'lar ekan?" dedi. Hozirda ham bo'ladi-ku. Imom Azam javobi: "Binoning ikki qavat bo'lishi, ko'rkam bo'lishi, avvalambor bunga meni ehtiyojim bor. Uyimga ko'p odam keladi. Undan tashqari, ko'faga tushgan har bitta kishi agar faqir bo'lsa, birinchi bo'lib meni uyimni ko'rsin. Agar yordam kerak bo'lsa, mana shu odam boy ekan deb meni uyimga kelsin deb qilganman" deb javob berdi. Mahallada bitta uy bo'lib tursin deb qurmagan ekan. Bir yilda 2 martadan kapitalniy remont qilmagan ekan. Bizni ayrim akalarimizni binoni baland solgan bo'lsa, dunyosini kattaligi bilan nima uchun sarflayotganligi, nima maqsadda qilayotganligini o'zlari biladi. Lekin Imom Azam boy bo'lgan ekan, uyni ikki etash solishida maqsadi shu bo'lgan ekan.